Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Google Docs dasturi bilan tanishib o'tamiz. Bu Microsoft Word dasturi bilan bir xil, lekin Google Docs onlayn ishlaydi va ba'zi bir qulayliklari va ba'zi bir muammolari bor. Gap cho'zib o'tirmayman. Farqi asosan Google Docs onlayn ishlagani uchun bir nechta odamlar bir vaqtda foydalansa, o'sha bitta dokumentdan yangilanishi bitta bo'lib, odamlarning yozilgan ma'lumotlarni bitta dokumentga yig'ib o'tirmaysiz. Bir vaqt o'zida amalga oshiriladi. Shu qulayliklari bor. Sizlar bilan Tolibjon Erkinov, qani boshladik. Avvalo Google'da o'zimiz akkauntimiz bo'lishi kerak. Akkauntimiz bo'lgandan keyin mana akkauntingiz yonida nuqtalar turibdi. Shu nuqtani bosganimizda ilovalari Google'da bu yerdan mana Google Docs bosganimizda internetga ulangan va onlayn holatda ishlaydi. Endi bizda namunalar bor. Bu namunalarni birinchisini tanlaymiz, shunda bo'sh blanka. Men oxirgi ochilgan fayllarim shart emas. Birinchisi pustoy stranisani bosamiz, mana bo'sh blanka. Bosganimizda mana quyidagi oyna ochildi. Bu oynalar xuddi Wordga o'xshaydi, faqat ozgina ikonkalarda farq bo'lishi mumkin va joylashuvida. Qolgan hamma narsa почти bir xil. Aslida oldin birinchi fayl menyusi bilan tanishib o'tishimiz kerak. Bugun ko'radigan birinchisi bu fayl. Faylda yangi dokument ochish mumkin, yana open oldingi qilingan ishni ochish mumkin va copy qilish mumkin. Biz ishlab turgan fayldagi ko'rinishda, har xil ko'rinishda. Ulashishni alohida darsda ko'ramiz. Yuklab olish, dokumentni yuklab olish mumkin bo'ladi yoki PDF yoki shu variantlarda. Xo'p, nomini o'zgartirish. Yuqorida dars uchun namuna deb yozgan nomini rename qismidan almashtirishimiz mumkin yoki shu tugmani bosish orqali amalga oshirsa ham bo'ladi. Xo'p, bizga bu shart emas. Xo'p, endi tili. Asosan biz ishga tushirganimizda tilini to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Inglizcha ishlaymiz. Men inglizcha tanlab qo'yganman. Page setup qismini tanlaymiz. Bizga qanaqa ko'rinishda kerak. Xo'p, dokument, portret, landscape, albomni knijni. Endi o'lchami A4. Xo'p, pastroq tushamiz. A4 o'lcham mana yuqoridan qancha masofalari berilgan. Bir qaysi o'lchamimizga kerak bo'lsa, o'sha tanlashingiz mumkin bo'ladi. Rangi orqa fon oq bo'lgani yaxshi, standart ko'zni ortmaydi. OK tugmasini bosdim. Mana o'lchamlari yuqorida lelinka qismi va hokazo. Kirish darsi shu qismidan boshlanadi. Asosan faylni to'g'rilab olishimiz kerak. Til va varog'ni.